dam olamiz bulardek hech farzandlarimiz men o'ylayman bulardek nima qilib Voy bular ishlamayapti. tingan yo'q. Tinmaydi. Mitr. Kechgacha tinishmaydi. Kechgacha xizmatda. Bular Yana u odamlarga haligi mehr ham berishadi. Da, Unga ham sevgi berishadi. sevgi berishadi. Og'riqni ichida. Kechirim so'rashadi. Yana biz ulardan shikoyat ham qildik orada. O'shancha aytaman-da. Biz bular o'zimizni tug'ilgan o'sha masalan men Xorazm shu yerga o'xshar ekan, hamma menga kumdan kumga ketyapsanmi degan paytida bilmadim, отказ kelmadi-ku. Rostdan kumdan kumga ketyapman. Bir xil sharoit. Lekin u yerda boshqa yer bor. boshqa yer. Boshqa yer. U kum bo'laversin, lekin qizil emas bizni kumimiz. Bu yerdagi nimalar qullik ongida-da asosan ongi. Bu yerdagi. Da, shuning uchun ularga juda ham yoqadi. O'zi Xizmat qo'limizda qilish. o'zi. Allohning O'zini aslida qo'limiz. biz qo'limizda, Allohning qo'limizda. Endi ongimizni kengaytiradigan bo'lsak, Allohga xizmat qilish. Da. İçimizdagi. Uni shunga Allohga O'giramiz. qulligimizni Sodiq qilamiz. qo'llarimizda. Siz hozir bu yerda bizga qullik qilayotganlarni ko'rdik. Chunki nima bularning ongida shu narsa yaratganlariga qolib ketgan. Xizmat qilish. Xizmat qilish bu Allohga xizmat qilish. Endi o'sha insonlarga qilayotgan xizmatimizni ham Allohga deb Qilamiz. olamizda. Bu Allohning endi roziligi uchun. Endi tushundik, Alloh roziligi uchun yani. mana shuncha xizmatimni qilib. bilmading Har bir demaymizda. qilayotgan haqiqatdan Robbim sen bil. Tamam. Shuni Robbim uchun olayotgan qilyapman. nafasimiz Alloh o'zining roziligi uchun. Ustoz sizga ham katta rahmat, sizdan minnatdormiz. Mana shu 7 kunda ichida bizga bilmayman bir yashamlarni yashatib qo'yganingizga, shuncha bilimlar berganingizga, qalbimizni shunaqa bir ochilishiga sababchi bo'lganingizga sizga kattadan katta tashakkurlar. Men Iloyim insonlarni sog' bo'ling. ayirmay sevishni o'rgandim, to'g'risi. Aytdimmi, boya ham aytdim-ku. Men ayirib Juda ko'p sevaman. anglashlar bo'ldi. Buni borib mana shu bitta daftar to'lab yozish. Men daftarimni Har bir ko'rsatishim gaplaringiz o'sha menga kod bo'lib kelaverdi. yana kod deb boshladi. No mayli, yo'q. Mayli. Priklitchka bo'lib qo'ygan. Kod bo'lib kelaverdi-da. O'zi kod, просто men bu boshqa narsani Yechib ayirib ketaverman olsangiz ichimdagi bo'ldi. narsalarni. Hali turib qolgan narsalarda o'sha gaplaringiz bitta yechib ketadi. Yana gapiraverasiz eshitib o'tiraman. Tepyapsan qizim. Bitta hali to'siqlar bor-ku. Men o'ylantirayotgan, yo men anglolmayotgan, ashlar anglashlar ham kelaverdi. Shu nimalar ham yechilaverdi-da. Aslida sessiya shuda. Rahmat kattakon sizga. Bittachon. Endichi farqi bormi? Endi bu boshqacha. Unda ham mehr bilan qiladi. Sevgi bilan. Samimiylik, minnatdorchilik. Jonim mani. Boringizga shukr. Assalim mani. Allohga shukr sizlarni O'zbekistonni u chetidagi bilan O'zbekistonni bu chetidagini Qalbdoshni ruhdoshni bekorga aytmas ekan. Ruhda, qalbda nima yo'q ekan. Yosh yo'q ekan, chegara yo'q ekan. Tili bilmasdi boshqasidan. Tili bor. Ruhimiz topishdi-da biz baribir. Bo'lmasa buni qayta umrimda ko'rmaganman. Sizni yaqindagina tanidim Instagram orqali ruh bilan. Baribir ruhlar tanirkan. Keyin tanalar birlashar ekan. Çok sevgi uchun, çok lazzat uchun. Tashakkur. Ikkalalaringizdan ham kechirim so'rayman. Qattiq gapirib, ichlaringizni og'ritib, ozgina biz ham ping'aytib urib bu kerak edi. Kerak edi. qo'yganim uchun Hamma narsa o'zini kechiringlar. o'rnida to'g'ri degani mana shu. Shu narsa kerak edi. sizlardek o'zimni ko'ryapman-ku, lekin o'zimga o'zim qabul qilolmasam. Bu o'zingsan deyapti ichimdan. O'zingsan, yoqut o'zingsan. Mana uni qiliqlari ham yoqmayapti. O'zingsan shu, sani aksing shu. Mana sani aksing. Anu ham sani aksing deyapti. Mittiginami? Voy tavba. Akslarimni qabul qildim. Mazza qildim lekin.
Kechagi dars o'zi yana boshqacha bo'ldi. Kechqurun Kechagi dars sizga kerakli dars bo'ldi. Nima o'zimni nima baqirib tashladingiz-ku? Urib yoqimli baqirish bo'ldi. Da ichimdan hayqiriq chiqib ketdi. Urib tashlasayu mana shunaqasiga tarsillatib urib yuborsayu deyapman-da o'zim ichimda. Uyg'onsam u. Urib tashlab o'zi urgandan battar bo'ldi-yu. Lekin yoqimli bo'ldi. Ana shundan keyin yig'i otilib chiqib ketdi. Meniki ham gaplarim otilib chiqib ketdi. Shundan keyin Yeringni bosib chiqarib yubordik-da biz. Yeringni shundoq bosdik-da. haqiqatda yiring turuvdi. Uxlay olmayotgandim. Uxlay olmayotgandim. Men kod deganim sari bu tirilaverdi. Bildingizmi Sevara? Kod deganim sari oxiri o'rnashib o'tirib oldi. Dori ichib keldi. Yanada treji bo'lish uchun yanada hujumga tayyor bo'ldi-da. Keyin shunday bitta hayqiriq keldi. Shu oxirgi aytgan kod dedingizdan keyin chiqib ketdi-da. Yani nima bu muncha menga kod dedi. Kod aytmay o'laydi. Kod Aytganlarimga pushaymon bo'lardim deb. Da mana O'zi qarang, biz shunaqamiz, malika bilasizmi, homiladorlik paytimizda to o'sha narsani yemaguncha nima qilamiz? Oddiy misol ayting. Masalan, men shunaqa bo'lganman. Bozorda Shesseymi hali? Yo'q, ana u Qonni narsa yeganman. kamaytiradigan. Glutan. Yo'q. Ana qopchonka. Qopchonli baliq bor-u. Shunaqa olib yerdim bozordan so'ramasdan. Ular qo'yadi yurasida chetidan uzib olib yerdim. Lekin erimga olib keltirardim, olib kelardim. Yeb yotmay keyin oxiri olib keldi. Shunaqa kattasini olib keldi-da. Katta qopchonka sasib ketdi o'sha. Aytaverdimmi, men aytganing sayin dedimmi? Balodek katta olib keldi, yeya olmayman. Qara olmayman, bo'ldi shu yerda. to'yini bo'ldi. To'y bo'ldim. Kod. Mana senga kod deb tashladimi? Kod deganingizga pushaymon. O'sha qopchonka deyaverganimda bezor bo'lib ketdim. Mana shunday bo'ldi-da menda ham. Va shunday ketamanmi deyapman. Yo shukurim yo'q. Yo xursandchiligim yo'q ichimda. O'zim tashqarida aytyapman, shukur xudo shukur deyapman. O'xshamayapti. Voy xudo qanaqa qilay, nima qilay deyapman-da, nima qilay. Men xursandman, lekin o'sha xursandchiligim qanaqa qilib anaqa bo'ladi, rost bo'ladi. Men ichim yonib boshladim uchun, lekin ayting. Ikkinga ham sochim jingalak. Uchun Banu ikkimizni sochimiz bir xil sipsilliq. Men pullarga qildirib o'xshata olmadim. Sochim bugun yuvdim. Aha. Shunda ikkalangizning bir xil qo'ng'iroqcha bo'ldi. Bu qizimmi? Kommerchеский qizim. Bitta qizim mayligina qilyapman-da. Kim gap otayotganmiz? Yeb qo'ydingiz. Gapirma meni qizim deb kechagi ana kuni. Shunday o'ziga tortib ketdi o'zi, yaxshi. Hayron bo'ldim-da, yiqilib qarab xursand bo'lib ketyapman. Hurtani Bibixonim mani qizimga deb qo'yaman. Bibixonim ana qirolichasini nima qiladi-yu? Bu Bibixonim bo'lib himoya qildi. Men kim bo'lib himoya qildim? Xurram sulton bo'lib, bo'g'ib o'ldirib keldim bor. Kim gap otsa g'ashim kerak, kim qarayapti? Nima qarayapti? Kim qo'yaman yana. Haliginaqa yomon nimada bas? Yo'q, men gap otmasin bunga. Sevgi berishni o'rgandim Malikada. Nimani? Sevgi berishni. Menga Sevgini men erkaklarga shartli berardim. men hammaga yalang'ochga ham, kiyimi borga ham deb boshida aytganman, Yo'q, esinglardami? unaqa sevgini emas Malika. Masalan, men erkaklarga iltimos qilish men uchun azob edi. Shunaqa azob. Hali kun tutab ketdi, sizcha? Tutab ketdi. Iltimos qilish, erkaklarga o'zingizni jozibangizni ko'rsatish bu men uchun sharmandalik holati. Keyin yana bir narsa qiynayapti o'rtada. Shu ikkalasiga ham qanaqa qilib nafratda ketdim. Bunga ham nafratim chiqib ketyapti o'sha. Sizga ham. Voy, Menga bilmadim. nima qilyapman? Yotibman, uyqu kelyapti, uxlayapman. Uyqum ichida notinchman-da. Tinch basman. Qanday nafrat bilan ertag'oz tong yotadi? Qanday bu nafrat bilan ketaman? Qanday ketaman? Bu chiqib ketish kerak, xudoyim, chiqib ketish kerak menda. Qaytishim kerak men o'zimga. Nimaga keldim o'zi? Shunaqa nafratlangani keldimmi? Shunaqa qo'zigani keldimmi? Yana bir marta ayting. Deb tinch bo'lmadim. Keyin siz kirib keldingiz. Uxladimmi? O'zi uxlaganim yo'q deb turdi. Uxlaganim yo'q deb ungacha indamay yotdingiz. Uxlagan odamga o'xshab. O'zi haqiqatda uxlayotgandi. Men Siz ovozingizni kutib eshitgandan o'tirgansizda, keyin men bu chiqib yechimni ketish kerak. Duolar o'qiyapman.
hech narsa o'tmaydi. Astag'firulloh aytdim. Nima hamma yaxshi ko'rgan nimalarim aytyapman. Bo'lmayapti. Yering ustiga yog' choplab o'rgansizda dori bo'ladi. Bo'lmayapti. Ana shu oxirgi gapingiz. Kod dodingiz. Budan qaytadi. Qanaqa kod deyordim. Nimaga devrasiz? Nimaga kod devrasiz? Nimaga? Shundan obrazda yuribdi, dorilar ichib kelyapti-da. Kod so'radim. O'zingiz aytgansiz. Endi aytyapman-da, sizni login parolingiz mana shu edi. Shundan kirdim sizni Aytaman. ichib. Aytishim kerak sizga. Shu kerak edi. Bo'ldi, o'chdi mana shu yerda, shu kerak edi. Haqiqatda Keyin maytimda turgan narsa shunday yozilib ketdi. O'sha sevgi ochildi-da. haqiqatda siz o'sha Qanaqa ko'tarib qilib ketaman deb so'radim. Ey Xudo menga nima ber, yechim ber, men qanaqa qilib ketaman, nafratda keta olmayman deb. Divanga. shunaqangi bu bor ham demadim deb ichimdan shunday sado chiqib ketdi-da. Zo'r bo'ldi shu. Shunaqa meni ichim Menga mana o'tish kerak edi. ana hayqirganingizda ha eho bo'lib ketadi. Shunaqa ehoda chiqdi-da. Ey yoqut-da, sen o'zing yoqutsan. Sen o'zing nuring bor. Sen qayerga qarab ketyapsan? Qayt o'zingga. Ya'ni Alloh insonlar orqali gaplashadi degani ham mana Sen bir shuda. marta so'radim, kod deyman. Bir marta so'radim deydi. Men ha deb uni yuziga solaveraman. Boshqa hech kimdan so'rama deyapman desam, siz mendan so'rading deding degan sari. Demak, o'sha yeringni tozaladik. Endi bundan buyog'iga o'sha narsani ichini sevgi bilan, nur bilan, o'zingizni yoqutingiz bilan, o'zingizni yorug'ligingiz bilan. Siz sevar-da, ya'ni sevar. Sevish. Sevar, hammani sevar. Ayolni ham, erkakni ham, uni ichida iloni bormi, olmasi bormi, sevar. Men bu sevarni mekin deb yurgandim. Mana hozir keldi. O'zbekcha ism. Hozir keldi. Sevarda. Sevar. Sevuvchi. Sevuvchi ma'nosi sevuvchi. Sevuvchi. O'zingiz sevgi ekansiz. Aytuvdim, Men sizlarga sevgim ilgari sevishardi, keyinchalik yopilib qolganman. Qo'rqib o'sha tikonlardan, aysberglardan qo'rqib qolganman odamlarni va ayrishonga o'tib ketganman. Men hozir bunga yaxshi gapirsam, bu keyin menga og'riq beradi degan bo'lib himoya qilar. Endi bildim. Siz sevgi tarqatuvchi ekansiz. Shu Buni Seviluvchi, sevgi tarqatuvchi. menda yashab o'tdingiz. Menda ochdim. yashab o'tib berdi. Men shunaqa sevgini his qildim. Aytyapman-da. Meni ham eshitadimi deyapman-da. Men sizga undan oldin ham aytganim, hammani eshitaman, hammani tushunaman. Men zo'rman, tashnaman degan. Mana shundan oldin, mana shu tashnang. Men boshqa yerdan axtarib yurgandim, mana shu narsani. Berishadi orqasidan azob berib ketisharadi-da. Shartsiz bo'ldi o'sha kuni, bildingizmi? Haykirib yig'lagan kuningiz. Qiling. Xohlayaptimi? Qiling. Kim to'sqinlik qiladi? Qiling. Chamadonni o'zingiz sudrab borasiz, mana masala. Qilsangiz ham sudrab borasiz, qilmasangiz ham sudrab borasiz. Xullas bir-birimizga ustozlik qildik, bir-birimizga har narsada, ya'ni yashab o'tib yordam berdik. turib qolgan joylarida, ey mana bu joyda tikan bor, aylanib o't deb yo'llarini ko'rsatib berdik. Ya'ni men bu yo'lni yashab o'tganman-da, mana bu yoqdan o'tsang ham bo'ladi deb ko'rsatib berdik. Da mana shuda aslida yashamlarim. Men bilaman bu yo'lni. Qancha aytdingiz, men yashab o'tdim buni. Sen manaqasiga o't, qayt bu yerdan. Ayol bo'lish suvdek kuchli bo'lishlikni talab. Kecha qanaqa dengiz quturib yotgan. Kelganini otib yotgan. Hammani chiqardi-yu. Otib yotganda Bittarib. kerak bo'lsa olib ketib yotgan. Bildinglarmi? O'ldiraman seni. Yarim kechasi shunaqa bir qo'rqinchli shamol bo'lar ekan, shamol bo'lsa ovozi bilan qo'rqinchli bo'lar ekan, bunday. Eshitmaganmiz. Eshitmaganmiz oldin. Yo'q, o'tganda shu joyga kelib eshitdim-da. Kechqurun ham Shunaqa shunaqa bo'ladi. Eshitilar Qumli joylarda bo'ladi. Qo'rqinchli. Da, qo'rqinchli. Anaqa hayqiriqqa o'xshaydi. Hamma narsani urib deb. Hamma Chaqirdi. uxlatib qo'yib, senlar deyotgandek-da.
nimadir demoqchilik. Odamni ichiga anaqa titratib, larzaga solib, ey xudoyim devoradigandek-da. Oftobda anaqa bo'lib ketdi, yuzim qizib ketdi. Buyoqqa qarab olaylik. Birgalashib olamiz. Buyoqqa qaraymiz. YouTube'ga joylayman. Oxirida o'rab oling. Nimamiz? Man ayollarga yordam berishni rostdan o'rgandim qizlar. Ayollar kecha erim ham kuladida, tishingni ko'rsat deydida. Bilak nima deydi, ataylab qilyapti-da. Kul menga qarab deyapti-da. Yo'q, kulmayman dedim. Kul deb undan battar kuldirishga harakat qilyapti-da. Boray dedim, taqvo olib kulaman hali hammangni ustiga. Hozir yig'ib yuribman bu yerda dedim. Endi aytmoqchiman bu gapim bilan haqiqatdan ayollarni seva olmasligimni tushunib yetib, qanday sevishni o'rgandim. Ayollardagi o'zingizni seva olmagansiz. Yashalmay qolgan, turib qolgan, o'tolmay qolgan. Siz turib qolgansiz, kimdir yoningizdan o'sha turgan joyingizdan o'tib ketyapti. O'sha. Men bosa olmadimmi, men qila olmadimmi, yeolmadimmi, nimaga bu qiladi deb Ayollarni sevishni qanaqaligini da qabul qilar ekansiz, lekin boshqacha yashab o'tmaguncha bilmas ekansiz. hozir bu hisni o'zingiz bilyapsiz. O'zimda his qilayotganim uchun. Homilani sezganimiz uchun quvonamiz-ku, u bor deb. Yo'q bo'lsa, ber degan bilan hissi kelmaydi. Lekin u bor bo'lgandan keyin u bilan gaplashib, bor xudoyim deb hissi bilan yuramizku. Hali u tug'iladimi, yo'qmi bilmaymiz, lekin onalikni berib qo'yadi-ku o'sha. Xuddi shunday hozir ayollarni go'zalligini unaqa bunaqa yo'q, uni ichidagi o'sha ayb nuqsonlarni sevish qanaqa bo'lishini endi o'rgandim. Sevish, yaxshi ko'rishni ayollar. Meditatsiya qilamizmi? Maka qarab olaylik. O'zi shuncha gapni o'zi ham menga meditatsiya bo'ldi lekin. Shukronalik aytib, men bu suvlarni anaqalariga qarab, mani ichimda bor shu gap. O'zi gaplar meditatsiya bo'ldi. Aytib qo'ydik. ya'ni biz hozir tashakkurlikda nima qilib mana shu his bilan ketsak o'zi ham nimada? Shuni xohladim. O'zi his qilyapman, juda energiyaga to'layapman. Xuddi ichimda yadro paydo bo'lyapti. Mana suv ham qanaqadir bir xayrlashgisi kelmayotgandek. Bizni qo'yib yuborgisi kelyapti ular sevgiga, mehrga, muhabbatga to'la bo'lishdi. Chunki boshqa yurtga borish aytgandim, onaga borish aslida. Ona kim bu ayol? O'sha onaga mehrni qanday beramiz? O'sha yurtga ham sizni behurmatlik qilganiga mehrni berish kerak. Onamiz tergiydi, so'kadi, kamsitadi, kerak bo'lsa to'g'irlab qo'yadi bizni. Xo'p, Shuning ham ona yurt deyiladi. ona Men yurt. kelmasimizdan oldin nima yozgandim, daftar endi hozir chemadonda qoldi. Misrga borish kvantli skachok qilib yozgandim-da. Yusuf alayhissalom bosgan zamin, tuproqlarni ko'rishni. Dars yo'q meni hayolimda. Nima yo'q, nimadir yo'q, kutish yo'q bu yerdan menda. Nimadir olib ketish yo'q. Men o'sha Havo, Yusuf alayhissalom nafas olgan havo, Yusuf alayhissalom bosgan tuproq, Yusuf alayhissalomni suzdirgan dengiz, yedirgan baliqlarni ko'rish uchun boryapman. Tushunyapsizmi? Ha, u bu yerda baribir shu zaminni tuprog'ida yurgan. Shu zamindan suv ichgan. Shu zamindan nafas olgan. Men shuni faqat kallamda shu bo'lyapti. Rasmga ham olib tashlayman. Menda Muso alayhissalom Muso endi bilmadim. Men faqat Yusuf. Kinosini undan oldin ko'rganman. Bu Misr gapi yo'q edi u paytlarda. Hayolimni bir chekkasida ham M harfi yo'q edi. Shunaqa ko'rib yotibman Yusuf alayhissalom filmini. Shunaqa chiroyli gavdali bola o'ynagan. U o'ynashida emas, u yerdagi hisda ketyapti. Zulayxoning o'sha qismati, u his ketyapti ichimda. Ey Xudo deyapman. Keyin erimni do'sti keldi Misrdan. O'sha haykalcha olib keldi. 2-3 kunlab uyga olib kelmay qo'ydi, ishida qo'ydi erim.
keyin olib keling deganim bilan bir kun olib keldi uyga. Men olib keldim. Unga qarab o'tiribman. Nimaga bunaqa degan. Keyin Misr gapi chiqdi. Siz ketib qoldingiz 1 oy oldin. Yozdim sizga, men ham ketgim kelyapti deb iylani cho'zib. O'shanda borasiz asalim deganingizda. Qanday borish haqida g'oyalar yo'q edi. Ha, degansiz. Menga oldindan borib Hissi kelar ekan, mana nima deydi, mana bunaqa ulushlarni tashlab yurar ekan, top-topga oxirida qo'yar ekan. Cho'plab qo'yadi yo'lni ko'rsatish uchun. Zolushka tashlab ketadi, qizil shapkacha bo'g'irsoqlarni. Orqasidan tulki yeb, buni topib keladi, bo'ri yeb, buvsini uyiga. Xuddi shundayda. Nima? Hozir. O'shaning uchun sizga ham rahmat, bu kuchni o'zingizda uyg'otganingiz uchun. Bu kuchda sizga ham, bizga ham oson bo'lmadi. Qo'porilib ketaydi. tug'ilish oson bo'lmadi. Tug'ilish oson bo'lmadi. Katta bo'lib tug'ilish qiyin ekanda, kichkina bu ongsiz bo'lib tug'ilish oson. Lekin ongli bo'lib tug'ilish, uni og'rig'idan chiqish, teshigidan chiqish, bo'g'ilib bo'lib qolay deymiz ekan. U bola bechora bilmaydi, o'lyaptimi, chiqyaptimi. Xullas, bugungi nimamizga Ona yurt Misr, seni sevdik. haftada qolib ketdi sevardim bilan. Qaranglar, videodayman. Go'zal. Bonucha olsin. Har bir ayoldagi go'zallikni rost. Bir-birimizga uyg'unlashgandekmi? Nimaga kerak?